Like'ni bosib, podpiskani bor-ku. Bombalar turinglar, hammalarning gruppaga qo'shilib qo'yiladi bor-ku. Uddorlar bizda chiqadi. Oldingidan ham zo'rlardan keyin. Oldingidan ham zo'rlar. Hamma narxlarga solishtirasizlar, 500 ming arzon bo'lmasa qo'y olib. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy qadrli obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloqdamiz akalar. Aka, siz istagan qo'ylar keldi. O'sha bizni kanalda o'sha bari rekda yurib o'sha obunachilarni duosini olayotgan Zafar akamizni qo'ralaridamiz yana akalar. Mashalloh. Mo'jizali arashan qo'zlardan so'rayap turadingizmi? Qo'ylarni sifatlarini qaranglar, Zafar aka. Azbek, keling. Qallaysiz aka? Ishlaringiz o'ta tiniqmi? Qanaqalaridan bugunga? Ko'rganingizda bir partiya qo'yimiz bor xolos. Aha. Sifat zo'rdan-a. Haligi ozgina sozgina keldik. Aha. Hamma o'sha mazza qilib boqadigan. Xudo xolasa o'ta zo'rladi. Bir partiya olasizmi Zafar aka bugunga? Yo'q, bir partiya emas, adashib ketibmiz Azbek. Bundan keyin yana Zo'rlardan bor, so'lg'lardan. Udorlardan bor. Akalar, qo'ylarni mana rangoshlarini qaranglar. Xudo xolasa Zafar aka bu yerda sonini ishda. 11 dona. Raqam deb haydayli qo'yiladi. O'ta marjonlarni olib kelibsiz aka. Sizga o'zim aytaman, zo'rida olib keling, bir kishi oladi Zafar aka. Bir hafta yuringki, bir hafta yuring, 5 ta qo'ying, zo'ridon deyiladi-yu. Omma ham kelaveramiz, Azbek qo'yamiz o'shani. Qo'ydi udoridan aka, xudo xolasa obunachilar tanib qoldi. O'tib ketgan vaqtimga achinmayman. Xudo xolasa obunachilar tanib qoldi. To'xtamay telefonlar kelyapti. To'g'ri, menga ham telefon qilishyapti obunachilar. Qo'ylarni haqiqiy udor, to'g'ri liniyalik variantlardan kelyapti. So'liqda o'sha hech kim olib kelmagan variantlarida, udorlarida. Bir joydan olasiz. Olasiz o'sha haqiqiy udorini olasiz. Ali qo'ylar moldotga safar qo'ylar Zafar aka. Yarim soatda ketgan. O'tgan safar sotgangan joyga o'sha odam telefon qilib, "Bor ekan, uka, buni menga jo'natavering" deb, sirazi unga jo'nataverdim. Xudo xolasa bir kishi olyapsiz qo'yingizda. 35 ta qo'y qilib berdim, bir kishini o'ziga, mana shunaqa. Bir kishini o'ziga. Xudo xolasa akalar, bu safar ham zo'rlarida olib kelibdilar. Soni 11 boshqa birinchi partiyamiz aka. Xudo xolasa o'ta o'sha ayda-bayda yo'q. Niyabishni variantlaridan olaman. Zo'ridan bo'lsin, Azbek chiqargulu, mundayroq qo'ya olmayman men. Zo'ridan olaman. Onga yarasha udoridan bo'lsinchi, o'sha shalpon quloq. Yuzi toza, qoni toza variantlarida. Aka, qara, Azbek, dumbasi osilgan, bir haligi yorma dumba bunday osilmaganda qarang dumbalar. Dumba tikka. Xudo xolasa o'ta udor. Aka, o'ng. Hozir meni yomon ko'rib shu qo'yni olib qo'ying, quruvon aytanga aka 3,5 million tuzda olasiz bu qo'ylarni. Mana hozir meni Azbek sen yomon ekansan deb shu qo'yni olib qo'ying. Quruvon aytanga bitta Azbek gap to'g'ri chiqqan ekan deb meni bitta duo qilib qo'ying. Shans yetadi bizga. Lekin qo'ylarimiz haqiqiy udor. Biz sizga arzon torch chiqarib berishda to'xtamaymiz aka. Mana atmosferaga nechi deydi-yu, qo'ylarni sifatlari o'ta udor, o'sha haqiqiy udor liniyalik toza variantlarida. Aka, maqtang, men mundayroq qo'y bo'lsa maqtamayman. Qo'ydi zo'ri bo'lsa, udori bo'lsa keyin maqtaladi. Haqiqiy udor, qoni toza, yuzi toza variantlarida. Olib ko'ring aka, olsangiz yutasiz, olmasangiz yutqizasiz bu qo'ylarni. Olmagan odam yutqizadi bu qo'ylarni. Va xolosa, lekin qo'ylarimiz yuzi toza, qoni toza. Bir dona bodam guli variantidan ham bor ekan. Udorlardan. Aka, so'lig'i hammasi. Hammasi so'liq Azbek. Zo'r qo'chqarim bor degan odam shunday qo'shaveradi. Qo'shib bolani olsa aytadi. O'zi lekin bitta variantdan sotiladi. Buni vallarini sotishsa, meni chaqirishadi. Hozirgi bularga ham o'sha egasiga xuddi shunday deyilganda. Xudo xolasa hammani o'zim olib kelyapman. hammani o'zingiz olib kelyapsiz. Haqiqiy udor, yuzi toza, qoni toza variantlardi. Aka, bularning oyligi qanaqa? Bular 5 oydan o'tadi. 5 oylik plus minus. Yo, to'g'risi gapda siz ham ustida bo'lmagan so'lg'an aka, to'g'rimi? Atrofida raqam deb haydaylik aka, judaylik qo'ylar hammasi bitta yerda turgani yaxshi ko'rinmayapti menimcha. Lekin qo'ylar haqiqiy udor aka. Ong mana aka, zo'ridan kelibdi. Haqiqiy udor, yuzi toza, qoni toza variantlarida. Soni 11 dona aka. Olsangiz yutasiz bu qo'ydi. Olmasangiz qayda yutasiz aka? Hoji buva, mashalloh deydi-yu. Shunaqa variantlar. Qo'ylarni mana sifatni qaranglar. Atmosferaga necha deydi-yu. Toza variantlar. Zafar aka, bir joyga tamom 11 donasi.
Oldu ketdi Azizbek. Bitta ikkita qilishmaydi. Ya, 10 bittani olishadi. Bo'lishda ajratadigan yo'q. To'g'ri, bir joyga olishadi. Degib turib, Zafarjon 10 bittani olaman deysa qancha? Oldu. Martqa mart, erkakka erkak savdo qilsa. 3 million so'm bizda. Zafar aka, arzonchi degan nomingiz bormi yo'qmi? 3,5 milliondan qo'yishyapti Azizbek, mana shu qo'ylar to'g'risida. Arzonchi degan nomingiz bormi yo'qmi bizga kanalda? Bor, bilyapsizmi? Masalan, Oxlang o'sha nomda aka. qo'y qaytib qo'yyapman, qo'ymayapman. Yo, to'g'ri. Qo'yib ikkinchi safar qo'yganim. Yo'q. Qo'ygan sotiladi. Xudo xolasa, Xudoga shukr. Hamma sotilyapti. Bo'ldi aka. Bir kishiga ketadi. 27 dan bir joyga. 2 million 700 ming so'mdan. Aka, shitir bo'lsa ne olasiz? Nasiya pasiya o'ynolmaydi. Yuragida o'tib aytgunchayda puli bor telefon qiladi. Bir joyga bo'ldi, sotildi tamom. Yo, unga bo'lmaydi. Qancha bo'lmasa oxir taqilgan narx aka. 3 million so'mdan. Ey Zafar aka. 3 million so'mdan beradi. Oxiri narx aytding, qolganini aytib qo'ygan aka, o'layapti deyishdi. Keragi yo'q aka, mekin qilish kerak. Hayratda qolib ketsin-chi obunachilarim. Telefon qilgan odam ham bor-ku. Telefon qilgan odam ham Bo'ldi, aytib ber deyishadi. Oldim deyishadi. Bo'ldi. 2 million 800 ming so'mdan keldi. Aka. Oldi. Aniqmi? Bizda bitta gap. Joningiz sog' bo'lsin. Aka 2 million 800 ming so'mdan. Mana arzoni. O'ng aka, mana bundan arzoni topa olmaysiz. Bundan arzoni qidirib yurib ham topa olmaysiz. Almaysiz? Oldi bor Azizbek. Ha. To'xlagan o'tdi bu. Oldi to'xliga o'tib qolgan variantlarda. Udor, yuzi toza, qoni toza variantlarda. Qo'ydi yuzini qaranglar akalar. Xudo xolasa bu qo'ydi bor. Ajratmang aka. Ajratsangiz yutqizasiz. O'sha zahoti yo yutqizasiz. Lekin qo'ydi bir joyga olgan odam bo'ldi men yutdim deb o'ylayapsan. Xudo xolasa aka Qur'on oyatdan keyin bu qo'ylar 3,5 million ustiga lana lows ko'tariladi. Hozir olsangiz aka mana 3 millionni 200 ming ta'sida olyapsiz aka. Olib ko'ring mana aka, qo'ylar haqiqiy udor, yuzi toza, qoni toza. Udor legendarniy variantlarida. Qo'ydi garbonoslarni qaranglar akalar, toza variantlarda. Shoshilib qo'ying aka, xudo xohlasa bunday paytda navbat beramiz ha. Qo'ylarni qaranglar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga o'ta injig'idan boqaman Azizbek chiqarginu, shu noyobidan chiqarchi degan hoji bolarimiz kutib turibdi bunda qo'yiladi akalar. O'ta udor, yuzi toza, qoni toza, liniyalik variantlarda. Zafar aka, zo'ridan u, udoridan. Bor, qilib kelishni o'zi yo'q. Sizga aytaman, bir hafta yuringki, 4 ta qo'yam, o'shanisi tayin deydi-yu. Udoridan. Mashallah. Hoji buva, zo'ridan boqing, udoridan boqing. Qo'ydi qaranglar. Sifatga o'sha havasga olib boqaman. Men bunday qo'yamayman. Zo'ridan olaman. Dumbarashan liniyalik to'g'lisa ulug' bo'lsa olib ko'paytirib qo'chqorim bor. Qo'shib bolasini olaman deydigan hoji bolamiz. Razres tikka dumbar razreslar o'ta udor. Xolos aka bo'ladi oylik qanaqa? Bular 10 oylik, 11 oylik azizim o ikkitasi. Aha. Nariga 8 oylik azizim. O 8 oylik atrofida. Udor haqiqiy o'sha havasga ishdan kelib 4 ta makkani otib qo'ysangiz bular qarsillar yesa o'shanda charchoqlar chiqib ketadi hojiba. Xudo xolasa zo'ridan boqing deydi-yu. Mashalloh. Qo'chqorga tayyor. Qo'chqorni zo'ri bo'lsa, shalik ona hochiya YouTube'ga 1,5 ming dollar shunaqa qo'chqordan qo'shib bolasini oling hojiba aytadi-da. Bolani juda yaxshi berib yuboradi. Zo'ridan berib yuboradi. Qo'ydi boru. Olib ko'ring. Olsangiz yutasiz, bu qo'ydi olmasangiz qayda yutasiz aka? Zo'ridan kelgan haqiqiy udor. Yuziga bir baho bering bu jonivorlarimiz. Mashalloh. Xudo xolasa o'ta injig'idan boqaman deydigan hoji buvalarimiz uchun tavsiya ko'ramiz akalar. Olib ko'ring, aka ong mana. Hozir meni yomon ko'rib shu qo'ydi olib ko'ring. Qo'ylar lekin o'ta udor. Haqiqiy udor, sifati toza. Xudo xolasa bu garbonoslarni ham qaranglar. Jonivorlarimiz, mashalloh. Atmosferaga necha deydi akalar? O'ta udor, xudo xolasa dumbar azrizlari zo'r. O'ziga yarashgan cho'tki variantlarda. Zafar aka, arzonchi degan nomingiz bor aka. To'g'rimi? Bir joyga olishsa, hammasini olishadi. Uchalasini like deb bosib olishadi. Qancha? Like deb bosmayapti obunachilar. Voy, bugun bor-ku, portlatib yuborishadi, ishonmaysizmi? Shular bo'lsa, bu qurbonlar hayitdan kelgan bor-ku, bu qo'ylarni Narmanni pulda olishadi. Bunday qo'ylar kelmaydi ham o'zi. Kelmaydi. Chiroyli narxda bo'lyapti hozir. Xudo xolasa aka olib ko'ring.
Meni yomon ko'ring shu qo'ydan. Keyin duo qilib qo'yasiz. Hayitdan keyin azmi seni gaping to'g'ri chiqqan ekan deb qo'yasiz. Xudo xolasa lekin qo'ylarni shu haqiqiy havasga boqaman, zo'rdan boqaman deydigan hoji bo'lamiz. Qancha Zafar aka bir joyga marta obunachilarimiz olishsa. Azbe buni bori. Ha. 1 million 500 mingga bir joyga ketadi. Zafar aka. Yo'q, bular mana shu holatda qotib o'zi zo'r hozir bo'yayapti. Bo'ylari ham hamma yoq zo'r. Bu holatda qolmaydi qo'y. Yana Yo'q, bu qo'y ancha o'sadi, to'g'ri. Bu qo'ylar toz bu qo'ylar bor, 50 ga chiqadi, ekitishga o'tganda 95-90 bo'ladigan so'liqlarda. O'ta zo'rlardi. Olib qo'ying aka, qancha bo'ldi bir joyga? Like bosdi. 1 million 500 dan ketaveradi. Zafar aka 4 milliondan bo'ldi 12 million. Zafar aka. Men ko'p qo'ymayman bilasiz. Bu bitta qo'y hech qachon 500 ming boyda qilmaydi. To'g'ri. To'g'risida. Asas foydasi yetadi. Kam ho'ram hamisha ho'ram beradi-yu. Aka arzon degan nomimiz bor. Bo'ldi, 4 million so'mdan. Yo'q, unaqa qadar. Bo'lmasa aka bitta narx qo'yingchi, men ham voy-voy deb oray. Qani? Qayt so'ramaydi. Ha, narx ayting bitta men ham jinni bo'lib qolay. Qilishadi, bu jo'natishadi, boshqa gap so'z bo'lmaydi. Qancha? Bu 4 million 200 ming so'mdan ketdi. Zafar aka. Azbek, yo'q, 4 million 200 ming so'mdan. Zafar aka. 41 dan bo'ldi. Azbek. Zafar aka. Bozorda ular tortishib Yanga. To'xtattiring-da. Endi men ana shu obunachilar taraf bo'lib tortishaman aka. Kim bo'lyapti-da? Sizni obunachilar nomida tortishyapsiz. Hamma Bo'ldi kim? Bo'lyapti-da, to'g'risi. Oldi 4 million 100 ming so'mdan like deb bosib qo'yishadi. Bo'ldi, shunga Xursand bo'lishadi. Jonim Akalar shoshilib aloqa chiqaramiz. Xudo xolasa bularga partiyalarning navbati beraveramiz. Hurmatli obunachilar, oxirgi partiyamizga idealniy variantlarda. Neobishnilaridan olaman Azbek, zo'ridan bo'lsin deydigan hoji tog'a, hoji bolarimiz uchun tavsiya qiladigan variantlarda. Aka, xudo xolasa zo'ridan dedi, 2 dona ko'kidan, 1 dona sariq variantidan. Xudo xolasa uddorlaridan boqaman deydigan hoji bolarimiz uchun. Akalar tavsiya qilamiz. So'lim qo'chqormi? Zafar aka bular. Qadonat qo'chqor Azbek. Qaysi qo'chqor? Qaysi qo'chqormi? Qo'chqor. Qaysi qo'chqor? Obunachilar xudo xolasa Qo'yga yaxshilab e'tibor bersin qo'yga. Hamma razrez, dumba razrezlari zo'r. 1 dona qo'chqor 2 bosh urg'och. Oylik qanaqa aka bulardi? Bular 6 oylik atrofida. 6 oylik filis minus. Munchoqlariga qaranglar obunachilar. Mashalloh. Sifatligini qaranglar jonivorlarimiz. Akalar olib ko'ring, xudo xolasa aka olsangiz yutasiz, tabi qo'ydi. Olmasangiz qayda yutasiz? Qo'ylarni mana aka uzoq-uzoqdan olib ko'rsatyapman. Oramizda 2 metr masofa bor. Lekin qo'ylar o'z holati ko'rinadi aka. Borgandan keyin aldanib qolmaysiz. Xudo xolasa bu nast ko'rib, tuqqan inasi eshitib qolsa yig'laveradi. Buncha arzon qo'yaryapti-ku deb jonivorlarimiz. Sifatlari zo'r. Xudo xolasa o'ta udor, og'zimda bag deyishini qaranglar jonivorlarimiz. To'ldirib yer. Zafar aka bir joyga cho'ni olsa, to'xtalgan narxi aka. Oxir narx qancha berasiz? Oxirgi narxini azizlar qo'ying. Bo'ldi 3 million 300 ming so'mdan ketadi. Bularning liniyasi zoti boshqa narsa bular. Ko'p qo'ylar bilasiz o'zingiz. Qo'y, noyob qo'y. Buni bitta bozorga bor-ku, bitta chiqarib chiqmaydi. To'g'ri. Ikkita qo'y, 3 ta bozorda ko'rishimiz kerak. Qancha bo'pti oxiri narxi aka? To'xtalgan oxiri narxi. Oxirgi narxi? Ha. 3 million deb pastida aytasiz. Yo, azizlar. Shu bitani bitmaydimi pastida? Pastida azizlar. Dangal 3 million tepasida. O'zingiz qo'yga qarab so'ravering. Qancha oxiri? O'zingiz ham masalan, o'zingiz ham ancha aqlingiz yetadi. Bizdan yaxshi, to'g'risida? To'g'ri, qancha aka? Qimmat bo'lsa chiqarmaysiz. Qancha oxiri narx tamom bo'ldi. Bir joyga olishadi aka. Qoldi bering. Qoldi 3 million so'mdan ketdi birinchi. Joni hisobisin. Aka 3 million so'mdan. Mana arzonni qidirib yuribsizmi? Mana aka. Qo'yiladi oxuvlaridan boqaman degan akalarimiz uchun. 3 milliondan prank emas, Zafar aka. 3 milliondan mana shu qo'ylar shunday boradi. Prank emas. Shoshilib aloqaga chiqaramiz akalar. Aloqaga chiqaramiz akalar. Xudo xolasa oxirgi partiyamiz shu qo'ylar oldi. Bittadan like deb bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmadi. Zafar akamdan arzoni chiqishda to'xtamaydi. Like bosib qo'ying. Kelishni boshlaymiz. Yana olib kelishni boshlaymiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying, esdan chiqmasin. Shoshilamiz.